O'zimizda milliy brendga, ya'ni Sulis avtomobili, ya'ni Jizzaxdan ishlab chiqarilyapti. Endi nomiga sal tilimiz kelishmayapti, shuning uchun negativchilar. Xo'p, bu avtomobilga eng kerakli bo'lgan xizmat qaytarib o'tamiz. Bu inomarkalarga eng kerakli bo'ladigan xizmat albatta propan bo'ladi. Chunki agarda siz bularga propan qo'ymaydigan bo'lsangiz, xoh Jetta Urusmi, xoh Cherry bo'lsa, xoh Malibu bo'lsin, toza benzin ularga toza benzin qo'yishga, toza benzinni topish o'zi muammo. Shuning uchun siz bitta propanni qo'ying. Propanning aktam 95 dan yuqori beradi. Bu avtomobillarda propanni yo'qotib qo'yasiz. Ideal holatda 4-paketni ustonovka qilib berdik bu avtomobilga. Xo'p, orqa qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, zapaskani joyiga ideal holatda mana shu 47 talik kafolatli bo'lgan balonlarni joylashtirdik. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Kimgadir mana shu ustonovkalar narx-navosi qiziq bo'lsa, Sirdaryo Metangazga obuna bo'ling. Har qanday turdagi avtomobillarga optim narxda Haval M6larga ham skidka narxda propan va metan o'z obunachilarimiz uchun taklif qilib qolamiz.